Akalar pochtamga xabar keldi, protsessoring keldi. Yomon yiqildim biz. Mana meni o'sha qimmat protsessorim akalar, narxini oxirida aytaman. Nimaga oxirida aytaman? Sababi oxirgacha ko'ringlar degan xod qilaman men boshqa blogerlarga o'xshab. Protsessorning narxini boshida aytib qo'ysam, ha, narxi paloncha ekan deb kuzatmasligingiz mumkin-da. Uyimga pochta kelsa, akalar, o'zimni traditsion metodimni qilaman. Ya'ni, oh yeah. Mazza. Video uchun, asalom video uchun. Pizdец og'ir ekan, bor bilmayman. 40 kilomi mana yerda mana "Ya'ni" degan yozuv bor ekan. Ginekolog ayollarni endi tushunyapman akalar, bu bola olgandek bo'lasizlar ekan bu korobkaning ichida. Chiq 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 chiq. Protsessordan tashqari akalar qo'shimchasiga bonusga menga klaviatura olib kelishibdi. Klaviaturasini birinchi ochib ko'ramiz. Akalar, protsessor vashshi katta ekan. Umrimda bunaqa katta protsessor ko'rmaganman. Sizlarga savol, protsessorning o'zbekchasi nima? Jarayonchi. Tak, buni ham tsilkasi bor ekan, akalar. Ko'chirishdan oldin o'qinglar, aldab ko'chiringlar debdi, lekin men Buyina qanaqadir parda ko'chirildi. Tak, yon boshidagi oynasini chiqardim akalar. Ichida bunaqa xuycheni bor ekan, xavfsizligi uchun protsessorda. Ichkarisi mana mashq holatda. Hozir yoqamiz, ko'ramiz. Gigabyte G4 RTX. Yoshligimda Pentium yarim kompyuterim bo'lardi. Yangi olganimda bunaqa tsiplofani turardi. Ko'chirmaganman shu kompyuterim chirib ketmaguncha. Hozir ham bor bizda shunaqalar, ati chiqarmaydi, chang bo'lmasin, shilinmasin deb. Lekin men babuyimman. Ya buyinam. Xuddali BMW plyonkalarni olganda o'zim hali realni ko'rgandi qursinda akalar, o'zbekman u bilan. Bitta narsaga erishib qolsam, iyog'idan kavlayman, buyog'idan kavlayman biladi. Ovoz boshqacha kelib berar ekan, lekin men qaranglar. Kristalni toza qalbim bor, kristal. Aytmoqchi akalar, men klaviaturani, korobkasini qaramasdan tashlab yuboribman. Mana yerda bechara mishka ham turibdi ekan. Mishka emas. Akalar, sizlarga bitta savol. Antenna nimaga kerak protsessorga? Spetsial o'yinlar uchun moslashtirilgan klaviatura oldim akalar. Mikrofon sizlar bilan suhbat qurish uchun. Monitorim yondi, uzoq yongani uchun pauza qildim. Buni yoqsam hozir svetlar ko'rinmay qoladi. Hozir svet bilan maqtanishim kerak-ku. Stolda ham chetlariga svetligini olaman akalar. В целом kompyuter полностью tayyor. Stream uchun endi background qilishim kerak. Orqaga bu yoqdagi kamchiliklarni to'ldirishim kerak. Dagin. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa akalar, toshkentchasiga bo'suy, anjanchasiga bo'zay. Aytmayman narxini. Siqilinglar, so'kininglar. Ko'rmaganda ko'rgani qursin. Chek. Tilla nima qilyapsiz? Ko'rding tilla? O'zbeklarni ko'rgani qursin akalar. Angliyadan do'stimiz o'ziga narsa zakaz qilibdi. Hozir shu narsani ochamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Dagin. Zakaz ochamizmi? Zakaz ochamiz. Siz qanaqa pasta deyapsiz? Tak, do'stlar, zakazni ochamiz. Tak, birodarlar, qadrdonlar, mehribonlar, do'stimiz Buyuk Britaniyadan, United Kingdomdan yoki Angliyadan. Zakazingiz necha kunda keldi? 1 oydan oshig'ida keldi. 20 kun deyapti. Akalar, o'sha emblemasini ko'rgandirsizlar, nimaligini o'zi bilgandirsizlar. Hozir futbolistlar boshlaydi. Manchester. Akalar, zakaz qilingan narsalar o'sha ofitsialniy Manchester City klubidan formani ko'ringlar. Da-da-da-dan. We champions. Hozir raspakovka qilamiz, ko'rasizlar, kiyadi mana bola. Kitobmi bu? Nima endi voh deyishim kerak, futbolga qiziqmasaman. Voh, bila buni qarang, materiali matodan ekan bu. Husanovmi? Ani futbolistimizni nima formasini zakaz qildingizmi? O'zini bir мненияsi yo'qmikin? Qo'lni formasini zakaz qilsa bo'lmasmikin? Sug'diyonaning formasini zakaz qilsa bo'lmasmikin? Sotqin, xoin, sotqin. Qadrdonlar, zakaz qilgan narsalarning ichida kepti Manchester City'niki original, prям o'sha futbolni komandadan zakaz qilgan, Finka kelgan, mana Finka
Ko'rib turibsizlar, bo'ynim ham qashlab olib. Tak, eng asosiy qaramay turibdi, effektni o'tib olsin. Eng asosiysi zakaz qilgan va xursand bo'lgan va kutgan narsasi akalar orachirida ko'rsatib ber. Akalar baho beringlar. Ana futbolistimizga muxlislik qilgan holatda, o'zini podдержка qilgan holatida biladi. Akalar yemagan kadr bo'ldi, men chunki paxta qo'yishni bilmayman, jamiyatni boshqatdan olyapmiz. Xullas futbolistimizni podдержка qilgan holatda Abdurazzoq Hasanovni Ano deb qo'yganlik, xaslik deb qo'yganlik. Abduqodir Hasanovni Husanovni podдержка qilib o'zini hissasini qo'shganidan juda ham g'ururlanyapti va xursand bo'lyapti akalar. Bosamiz. Ismini bilmayman. Men futbol bilmayman. Adushi baho beringlar akalar. Ko'rmaganni ko'rgani qursin biladi. Odamlar oylab ishlab yuribdi, $220 ga mashinasalar olyapti. Pizdez. Nima qiladi endi buni? Bo'lib kiydi, rasmga tushib video qilib nima qiladi endi yana? O'zbekda nima bo'lsa ham ko'rsatish kerak, maqtanish kerak. Ay, parantaga qarasanglar qorayib yotibdi biladi. Ay, suka qanday yechiladi bu, ey? Mashinalar bo'lib turib, piyoda qolib ketsanglar, biram g'alati tuyg'u bo'ladi, Nike'ligini ko'rsatib ber. Nike emas, Nike. Ko'mir bor ekan, uyimga olib ketaman, piltamga tiqib isitaman. Plita emas, pilta. O'zimni Sharxonda yurgandek his qilyapman akalar. Ko'mir bozori varillab yuradigan mashinalar, bunaqa buzilib ketgan, stalbalar buzilib ketgan, devorlar, bunaqa chiroyli va go'zal daraxtlar, orqasida teplitsa, ichida pomidor bilan boboy amakilar. И обязательно yama yo'llar. Bilin, Damas chakalarga qiyinda. Va bozorga o'zini velosipedda ketyapti turgan akaxonlar. Bundan ham tashqari men hozir taksi zakaz qilganman. Taksida kim kelyapti deylar? Ravshan aka. Bir kun mashinada yurmaganim uchun o'zimni realni O'zbekistondaqa his qilyapman. Oyog'imni bunday qilib gapiryapman. Purjina oyoq. O'l, inglizcha yozib qo'yibdi, o'l. Men aytgan xitoycha qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. O'l. Ona Ravshan aka keldi. O'zim akam. Mening go'zal mahallam akalar. Chiroyli tabiat, quyosh va quyoshda yaltiraydigan bosh. Quyosh bosh aka politsiyalarning mashinasida yuradi ekan, ona oq Ford. Men bitta narsani bildim, lichkamga rosa ko'p qizlar yozadi. Profilimga kirib ko'rsam, podpiska tashlamagan bo'ladi. Nimaga? Sizlar podpiska tashlamasdan menga yozasizlar, kuzatasizlar, hayronman. Fanatizman, polonizman, pistonizman deydim, qarasam podpiska ham tashlamagan. Bor yo'q hal. Hey! Parkovkaga tezda ke! O akalar papalik kuchini sizlar ko'rsataman. Babuinda haqiqiy kuchini. Qur'on sizildi o'qiganlar kuchini ko'rsataman. Meni ko'rsatmang. Mana qaranglar akalar, turamiz, turgan holatda oyoqni qarishimiz kerak bunaqasiga. Raz, 2, 3. Raz, suka. Boshqatdan. Raz, 2, 3. Ты нахуй! Долбоёб. O'zaga o'sha potramay yo'l. O'zimni ko'rsataman desam, parod bo'laverman. Men charchab ketdim akalar, sababi men roza tutdim bugun. Umrimda birinchi marta roza tutishim. Roza tutganimni hammaga aytishim kerak. Axir men roza tutdim-ku. Men o'zim uchun tutmayman, xalq uchun tutaman-ku. Roza tutganim uchun piyoda yurganim ham erinyapman, meni olib yurishibdi buni qilib. Chunki men roza tutdim. Signal chalaman menga, o'rtog'iymanmi, signal chalasan. Kamera ko'rmaganlar. Bak, menga yaxshi ko'rinmayapti yo'l teparod, ha. Wasa! Go! Woo! Chupapi, ve bo'ldi, yiqilib tushaman. Hey, qo'ya bilan. Men piyoda yurmayman, sababi men rozaman. Men qiynalaman. Traklarimiz akalar ertaga o'sha inspeksiya bo'ladi, ofitsialniy maktab bo'lamiz, xudo xolasa ertadan. Nike krossovkalarim meni kir bo'ldi. Haqiqiy original $200lik Nike. Inshaalloh, nima qilyapti bu bola? Billat, men atestina. Billat. Pizdец, baru. Nima? Nimaga ham chiqib oldim men bu yerga? Tepadan reski sakrasa, echira ovozingni Zayba.
Erkaklar biladi. Qayeri og'rishini men erkaklar tushunadi. Men xitoyliklarga sotildim. Assalomu alaykum hammaga. Bu video tabiiy holatda bo'ladi. Hech qanaqa effektsiz. Mana betimdagi ugrilarim, hamma narsa, dog'larim ko'rinsin, peslarim, pes qidirishni boshlashinglar kerak. Mana bo'ynimda bunday qora dog' bor akalar. Bu narsa yoshlikda chiqqan ketmaydi. Bo'ynim kirligi uchun shunaqa bahona qilib qo'yapman. Hatto yuvilmagan bo'yn. Xullas, videodan maqsad chortoqni maqtash emas, yo'q. 600 mingta podpishi bo'ldi akalar. Bu hazil akam natija emas. Hech qachon men bayram qilmaganman. Bang'illarlar tam nima torpedalar otib, yadrni bombalar otmaganman. Lekin nima deyman, o'zimga birinchi o'rinda rahmat deyman. Shunchalik videolar qilib, shunchalik podpishi yig'ganim uchun o'zim harakat qilmaganimda hech kim menga yordam bermasdi va yordam ham bergani yo'q. O'shaning uchun birinchi o'rinda o'zimga omad tilayman. Dalishi 600 ming emas, 6 million, 7 million bo'lib qolishimga o'zimga tilakdoshlik qilaman. Nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda his qildiradigan kerak bo'lsa, mirovoy urovga keyinchalik chiqadigan odam bo'lishga nasib qilsin menga. Endigina 1 yil bo'ldi, yana hali oldinda 5 yil, 6 yil vaqt bor. Tirik bo'lib tursak, hali dunyoni his qildiramiz, titratamiz, sezdiramiz akalar. Nafaqat o'zimizni yumor va hazil videolar bilan, balki yaxshi hamda foydali birovlarga qandaydir bir manfaat olib keladigan, hatto manfaat deyilish kerak emas, tinmay gapiryapti, endi nimadir akasi bo'lish kerak. Qanaqadir bir foyda tegadigan videolar bo'ladi deb umid qilaman. Sizlarga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Oxirida qo'limni bir maqtab bitib ketib, qo'ltig'im tellagan bo'lganida hozir videoni boshqatdan olishimga to'g'ri kelardi. Bu momentini olmagan bo'lardim, lekin mening qo'ltig'im tellanmaydi. Ko'rmaganda ko'rgani qursin, chek. Amerikada ro'zadorlarga rosa qiyin bo'lyapti akalar. Nima qilib iftorlikda, shashlikda bir xil emas, har xilidan yeb o'tirish shunaqa qiyin, ayniqsa bitta o'zing yesang. Undan ham tashqari shashlikni yeb turib, ochkini yechmasdan yeyishim kerak. Shashlikni kurtoy odamlar yeydi bizda. Hatto orqada bu mashkani ko'rsatib, shuni ham gapiringlar deb. O'zbekistonda rosa moda bo'pti, mana ichimli. Amerikaga ham kirib keldi shuni modasi. O'zbeklar orasida hamma ichib yuradi, mahita deb. Eng qizig'i ro'zadorlar deb turib bahona qilib qo'yib, iftorlik deb turib o'zimcha yaxshi odam deb o'zimni ko'rsatyapman. Eng qizig'i, bugun ro'za tutmadim. Yomon odam, toshot, yomon odam. Men o'rnimda bo'lganda hozir boshqasi, men iftorlik qilyapman, axir men ro'zadorman deb o'zini aqlli qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Biznikilar shunaqada, mashalloh deb o'xshatib ham qo'yishadi. Men endi haqiqatni gapiraman akalar, qancha meni yomon ko'rsanglar ham. Bunaqa trak haydaganman, kim ko'rgan meni oldin kuzatganlar biladi. Xuddi shunaqa trakda yurardim. Bahorada men maktabimizning nomini ham ko'rsatib qo'ydi, Turansi Delsku. Telegramimiz akalar, O'zbekistonda yozavermanglar, qanaqa qilib ketsak bo'ladi. Shogird olasizlarni, Amerikadagilar uchun xizmat bu. Telefon nomeri screenshot qo'yinglar, 3 gacha sanayman. 1 2 3. Bugun kayfiyatim juda ham zo'r akalar, sababi o'sha kutilgan kun maktabimiz haqiqatan o'sha ancha yuqori urovingga ko'tarildi boshqa maktablarning yonida. Shuning uchun bizda bugun bayram, o'qish ham yo'q. Shuning uchun 100 yilda bir marta shashlik yeyapman. Aslida ham video qilib maqtanishim kerak. O'zbekman, u shashlik men uchun bayram-u. Nafsim to'ymaydi, ko'zim to'ysa ham. Hatto ko'zim ham to'ymaydi. Shu kompyuter degan balo bo'ldi akalar, men rejimim buzilib ketdi. Bolam ishdan kelaman, shu to'tani taydan chiqmayapman, kecha soat 1-2 gacha tindirmayapman. Soatga qarasam o'sha 5 soat o'tib ketgan bo'ladi. Yaxshi narsa emas. Zilo bu kompyuter. Videoda o'zi maqsad boshqa narsa edi, hech qanaqa mavzu yo'q edi. Endi bir narsadan boshlashim kerak edi deb videoni boshlayapman. Qo'limni tomirlarini maqtagan holatda akalar. Shu kunlarda menga seryozni odamlar podpiska tashlayapti, yozishyapti va hokazo. Men u odamlarni yoshligimda televizorlarda eshitardim, havas qilardim, vo palonchi, pistonchi va hokazo deb. Shunaqangi mana Xudoyim menga imkoniyatlar berdi, shu odamlar bilan o'zi lichna gaplashishga возможностьlar yaratilyapti. Nima demoqchiman bu narsa bilan bu videoda? Erkak kishi любой narsaga harakat qilsa, erishsa bo'ladi ekan. Avvalambor to'g'ri yurish kerak ekan. Birinchi o'rinda akalar, to'g'ri yuringlar, naleva направо yurmanglar. Men yomondirman, so'kinarman balki-da, lekin o'zim va atrofimdagi yaqin insonlarim biladi men Amerikada qanday yurishimni. Hech qanaqa bir ortiqcha narsa qilmayman, boshqa qilmayman. Shunaqa gap Xudo beraveradi ekan akalar, mujiylar, sabr qilinglar, to'g'ri yuringlar. Hammasi zo'r bo'ladi, beradi. Ishoninglar, mana boshimdan o'tdi, bekardan quruq gapirayotganim yo'q, quruq gap emas. Hammasi chotki bo'ladi. Shunaqa normalniy sportsmenlar, aktyorlar podpiska tashlayapti.
ko'rib realni xursand bo'lyapman. Yaxshi odamlar ko'p bizda haqiqatdan. Negativlar ham ancha kamayib qoldi. Lichkamga ham yozib turgan insonlarni o'qiyapman. Boringlarga shukr, videolarni hali davom ettiramiz. Odamlarga o'zi yoqyapti, odamlar o'zi tushunyapti meni hazillarimni. Hammalarga rahmat kattakon. Shunaqa akalar, bitta o'zinglar yashasanglar, ertalabdan kechgacha kompyuter tagida o'tirasizlar ekan. Vaqtni shunaqa qilib o'tkazasizlar, iloji yo'q. Effektsiz video oldim. Hammaga assalomu alaykum akalar. Atay orqadagi plakatni ko'rsatib sizlarga video qilyapman. Sababi o'zimni haydab yurgan trakimni rasmini chiqartirib olganman. Shunchalik mehr berganman, shu ko'rib eslab turing. Sababi hozir trak haydamayapman. Trakdan ketishimning asosiy sababi akalar ko'pchiliginglar so'raysizlar. Agayoni Cincinnati shahrida joylashgan CDL maktabga ishga kirdim. Bu yerda nimaga ishga kirdim? Sababi birinchidan bu maktab akalar public school, ya'ni ofitsialniy maktab. Bu degani ertaga sizlarda qanaqadir muammo bo'lsa, eshitgan bo'lsanglar, pravalarni suspend qilib olgan, lishon qilib olgan bunaqa narsa yo'qligi uchun. Birinchi o'rinda shu sifatiga qaradim. Ikkinchi o'rinda studentlarga yaratilgan sharoitlar, komfort xonalari bor. Mana sizlarga hozir ko'rsataman. Dars o'tish uchun ko'chada yomg'ir yog'sa yo sovuq bo'lib ketsa, hammalar daraxt tagiga borib o'tira olmasdan bunaqa xonalarda kirib dars o'tsanglar bo'ladi. Teoriya darslari qo'shilgan hech qaysi maktab sizlarga teoriya darsini o'tmaydi. Ya'ni trakki gaplarini haydashni o'rgatadi, lekin trakni xavfsiz haydashni o'rgatmaydi. Ertaga way stationlarda qanaqa qilib o'zingizlarni tutish, politsiyalar bilan qanaqa muloqot qilish va hokazo. Sizlar pravani olasizlar, o'sha pravani saqlab qolishni ham sizlarga o'rgatadi, qisqa qilib aytganda. Bundan tashqari boshqa shtatdan keladigan studentlarimiz uchun akalar uy olingan, qaytarib o'taman, uy konteyner emas yoki bir qorovulxona emas, полноценный 2 etajli amerikaliklar yashaydigan uy. Sababi kelgandan keyin arendaga joylar qidirib ortiqcha rasxod qilmasin. Studentlarimiz uchun hamma sharoit bor. Bakalar pustoslov bo'lmay hamma narsani действияsi bilan ko'rsatay sizlarga. Bu studentlarimiz mashinasi, bu traklarimiz, ya'ni parkovkani o'zida 4 ta trakimiz bor akalar. Bu degani hech qanaqa o'chiritda turmaysizlar. Bir-biringlarga yarim soat 40 minutdan qachon bu bo'sh edikin deb kutib o'tirmaysizlar. Bu turk brat meni orqamdan yuraveradi, nimaga bilmayman, kulib turjayib. Bu yoqdagi esa traklarimiz hammasi pre-trip inspection, ya'ni o'sha yotlaydigan narsalarini amalda ko'rsatish uchun qilinadigan traklar akalar. Hech qanaqa o'chirish, hech qanaqa kutish degan narsa bo'lmaydi. Qo'shimcha qilib o'taman akalar, bizda faqat o'zbek tilida gapiradigan studentlar emas, balki boshqa millat vakillari ham keladi. Ya'ni mana turk kelib o'qiyapti. Bizda Amerika, rus farqi yo'q. Ingliz tilida ham, rus tilida ham, o'zbek tilida ham dars o'taveramiz. Bitta qo'shimcha, issiq suv, sovuq suv bor. Namoz o'qiyman degan insonlar uchun namoz o'qish uchun xona ham bor akalar. Xullas hamma sharoit yaratilgan. Bir haftadan 2 haftagacha o'qinglar. Pravani olinglar, ishga chiqib gazini bosinglar akalar. Telefon nomerini pastda qoldiraman. Hammaga omad. Ko'rishguncha. Erkaklarga ham oson emas ayollar. Mana soat kechasi 1:30dan 29 minut o'tdi. Uyqu kelmayapti. Uyqu kelyapti, uxlab olmayapti. Sababi ming xil hayollar qiynayapti. Men ham hozir unitazda suvni qo'yib yubordimmi yo'qmi tualetga kirganimdan keyin shuni o'ylab uxlay olmayapman. Turgan erinayapman. Aqlli gaplar gapiradi bo'ladinglarmi? Pul topish, boy bo'lish, sevgi, muhabbat, falokating. Ko'zim yumib video olyapman, bilasizlarmi? Yana bitta narsa meni har doim o'ylantiradi. Nimaga qizlar yostiqni oyog'ini orasiga bunday tiqib uxlaydi-ki-na? Menga mazza. Uxlayotib ham video olaveraman. Paloncha prosmotr ya'ni. Sochimga gapirgan ko't. Momo qiz senmisan? Nima qilib turibsan bu yerda? Ha, o'zing bo'lsang ketdi aylanib kelamiz. Men ustimdagini kiyib, bugun ochilib ketibsan lekin. Как раз bugun bitta zo'r kino chiqqan, kinoteatrga boramiz. Undan oldin hozir bitta restoranga boramiz. Xo'p, bekorchiman, vaqtim ko'p bugun, yur ketdi. Ya, assalomu alaykum opa. Qalisiz, yaxshimisan? Tuzukmisiz? Nima bo'yib turibsan, it? Yo, sizga emas. Ana ko'chada o'zi bitta anaqa qilyapti, borib kelaymikin deyapti. Yo, men hozir ko'chaga aylanib ketdi, borasizmi? Sochimni oldirgani ketyaptim. Oldirmaysizmi sochingizni? Yo, siz qarab turmaysizmi demoqchi edim, oldirgani sochni. Ey, dinna qo'y. Hozir malaka soslar orasida trend paydo bo'libdi.
menga bunaqa отношение kerak emas, unaqa bo'lsa kerak emas deydigan tuparillali ko'tin teshigida bo'q ketmaganlar ko'payib ketib qolyapti borgan sari Instagramda. Bittasi chiqibdi, hezalay sifat bola oyog'ini orasida bilmayman bitta so'nganlar bormi, yo'qmi xuyi o'zlan. Menga qiz bola sochini har kuni yuvmasa, menga bunaqa отношение kerak emas, chunki men har kuni boshimni, sochimni yuvaman. Shunaqa darajada infantilni, sen dalboyob sochingga qo'ttag'an erkak kishi zver bo'ladi, erkak kishi dabuychik bo'ladi, mamutlarni o'ldiradigan bo'ladi. Sochingga kelsa, sochim bunaqa hezalak bilan sendaqa isqirtlar ko'paygani uchun ham qizlar xuyet qilishni boshlashyapti. Boshqa bitta fohisha proshivkasi o'rnatilgan qanjiq mana Vyetnamni qiyshaytirib, menga mashinasi kerak, yo'q erkak kerak emas, chunki meni mashinam. Bu qanjiqlar bu materialniy narsaga qarab ketyapti. Erkak kishi haligi ценности, oilaviy qadriyatlar yo'q, materialniy iPhone bo'lsin, tursiga tillodan bo'lsin, ash kerak. Bu erkaklar hezalashib ketib, menga sochini yuvmaydigan qiz kerak. Bashani senlardan bitta iltimosi bor. Senlar umuman avlod qoldirishma, отношение qilishma. Seks qilsang ham prezervativ bilan qilish, shu lichinkalaring senlardan battar bo'ladi senlar. Iltimos. Nima uchun men jon kuydirib gapiryapman? Bir-biringni o'tirib yevarishmaysan, menga vashi po'xi. Prosta menda ham avlod bo'ladi, sendaqa isqirtlarni farzandlari bilan o'smasin deyapman. Meni gapimga qo'shiladigan babuinlar ko'p. Zver bo'lish kerak erkak.